Bu videoda Amerika logistikasidagi inshurancelar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Sarvar Jo'raboyev va men Gotot kompaniyasi asoschilaridan biriman. Gotot bu Amerika logistikasidagi ish, bilim va imkoniyatlarni birlashtiradigan platforma. Instagramdagi videolarimdan birida kommentariyda mendan inshurans haqida gapirib berishimni so'rashibdi. Bu video katta bo'lib ketgani tufayli YouTube'da olishga qaror qildim. Bu videoda Amerika logistikasidagi inshuranslarning turlari haqida gaplashamiz. COI o'zi nimaligini bitta ko'rib chiqamiz va nima uchun inshurans turlari ko'pligini biroz tushuntirib o'taman. Inshurans turlarini tushuntirib berishlik uchun o'zimizning veb-saytda bunaqa tablitsa yasab oldim. Veb-saytdagi tablitsaga kimdir qiziqsa, bu tablitsada men inshuransni to'laqonli tushuntirib o'tganman. Uni turlari, qachon qaysinisi ishlashi hammasini ko'rsatib o'tganman. A, va mana shu saytga ссылка kerak bo'ladigan bo'lsa, videoni tagida qoldirib ketaman. Kimga qiziq bo'lsa kirib ko'rsanglar bo'ladi. Inshuransning turlaridan boshlaydigan bo'lsak, eng birinchisi auto liability insurance. Auto liability insurance nima qiladi? Qachondir kompaniya kimgadir zarar yetkazadigan bo'lsa, deylik, kompaniya drayveri borib urildi, boshqa trakka urib oldi yokida shipperda propertyni urib oldi. Mana shu holatda boshqa bitta kompaniyani propertysiga yetkazilgan zararni auto liability insurance qoplab beradi. Не только boshqa bir kompaniyani, davlatni propertysiga, deylik, yo'lda bordyor urib olgan bo'lsa, znakka urib ketib qolsa, daraxt urib olsa, gazonlarni ustidan yurib ketsa, yokida o'sha yo'lda crash accident bo'lgandan keyin yo'lga moy yoqadi. Amerika o'sha moyni tozalab ketadi kelib. Ana o'shanda auto liability o'sha ketkazilgan zararni hammasini qoplab beradi. Keyingisi motor cargo, motor truck cargo, xalq tilida cargo insurance deyiladi. Cargo insurance qachon ishlaydi? Kompaniya yuk qilayotgan bo'lsa, o'sha yukka yetkazilgan zararni cargo insurance qoplab beradi. Brokerlar bilan ishlayotganda, brokerlar cargo insuransga qattiq e'tibor beradi. Agar cargo insurance yo'q bo'lsa, broker sizga yuk bermaydi. Keyingisi general liability insurance. General liability insurance qachon ishlaydi? Deylik, carrier kompaniyani o'zini ofisi bor, o'zini binosi, shopi yoki warehouse bor. Ana o'sha warehouse'da qanaqadir accident, там pojar bo'lsa, yokida shu bino qulab tushadigan bo'lsa, boshqa. Ana shu paytda yetkazilgan zararni general liability insurance qoplab beradi. Bu narsa yo'lda accident bo'lsa yoki boshqa bo'lsa ishlamaydi. Faqatgina kompaniyani o'zini propertysini, binosini zararini qoplab berish uchun ishlaydi. Keyingisi physical damage. Physical damage kompaniyani traki yokida treylerini zararini qoplab beradi. Deylik, accident bo'ldi va sizni trakingiz pachoq bo'ldi, ag'anab tushdi, boshqa. Uni tuzatish uchun qancha pul ketsa, physical damage insurance shuni qoplab beradi. Buni auto liability bilan farqi qanaqa deyilsa, crash bo'lganda yoki accident bo'lganda shu ikkalasi ham ishga tushadi. Faqat physical damage carrier kompaniyani trakini zararini qoplab bersa, auto liability insurance boshqa bitta kompaniyani trakini yokida shipper propertysini, deylik, binoga borib urildi yokida o'sha shipperdagi reshotkalarni buzib ketdi, bordyorlarni buzib ketdi, gazonni bosib ketdi, shunga o'xshagan yokida o'sha yo'lda avariya bo'lsa, davlatni propertysi, там bordiyor urib oldi, znaklarni urib ketdi yokida avariya bo'lgandan keyin moy oqib ketsa, yo'lni tozalab qo'yish kerak bo'ladi. Uning uchun ham servis chaqiriladi. O'sha servis xizmatlarini pulini hammasini auto liability qoplab beradi. Lekin kompaniyani o'zini unitini zararini physical damage qoplab beradi. Keyingisi workers compensation. Workers compensation o'zi nomidan bilinib turibdi. Kompaniyani ishchilariga qanaqadir zarar yetadigan bo'lsa, uni qoplab beradi. Company driver accidentda qo'l oyog'ini sindirib oldi. O'shanaqa paytda qoplab beradi workers compensation. Yokida o'sha ofisda qanaqadir hodisa bo'lsa. Keyingisi trailer interchange. Trailer interchange qachon ishlaydi? Agarda deylik, kompaniyani o'zini trakiga zarar yetadigan bo'lsa, unaqa holatda physical damage qoplab beradi. Lekin trailer interchange agarda kompaniya boshqa bitta treylerni rentga olgan bo'lsa yokida brokerdan driverni, то есть
treyler bilan yuk oladigan bo'lsa, Powerol yuk oladigan bo'lsa, trailer interchange insurance qoplab beradi. Deylik, o'sha Powerol yuk olindi, yuk tushib ketilyapti, yo'lda avariya bo'ldi, treylerga zarar yetdi. Shunaqa holatda trailer interchange kontrakt tuzilgan bo'lsa, trailer interchange o'sha yetkazilgan zararni qoplab beradi. Keyingi ikkitasini birdaniga gapirib o'taman. Bobtail Insurance bilan Non-Tracking Liability Insurance. Carrier kompaniyalar bunaqa inshuransni sotib olmaydi. Nimaga? Chunki buni owner operatorlar ko'proq ishlatadi. Nimaga deyilsa, qaranglar mana. Bobtail Insurance bilan Non-Trackingga owner operator o'zi sotib oladida, agar o'sha owner operator trakkiga zarar yetadigan bo'lsa, bu inshuransni qoplab beradi. O'zini shartlari bor, o'shanga ko'ra qoplab beradi. Endi nimaga carrier kompaniyalar buni olmaydi deyilsa, har gal accident bo'lganda inshuranslar carrier kompaniyani skorini yozib boradi. Accident ko'paygan sari skor tushib boradi va inshuransni summasi oshib boradi. Ana endi har bitta turni olgandan keyin har qanaqa accident bo'ladigan bo'lsa ham, nimaga zarar yetsa ham skorga ta'sir qilgani uchun owner operator trakkiga yetkazgan zarar tufayli ham carrier kompaniyani skori tushib ketishini xohlamagandan Bobtail Insurance bilan No Tracking Liability'ni driverlar o'zi sotib oladi. Owner operatorlarni o'zi sotib oladi. Company driverga aloqasi yo'q. Endi Bobtail Insurance bilan Non-Tracking Liability qachon ishlaydi? Bobtail Insurance agarda owner operator delivery qilib bo'ldi, pick-upga ketyapti. Ana o'shunaqa paytda accident bo'ladigan bo'lsa, Bobtail Insurance ishga tushadi va zararni qoplab beradi. Uni ham bitta sharti bor. Owner operatori treyleri bo'lmasligi kerak. Faqatgina Bobtail bo'lishi kerak. O'shunaqa paytda Bobtail Insurance ishga tushadi. Treyler bo'lsa, Bobtail qoplab bermaydi. Non-tracking liability degani bor. Non-tracking liability qachon ishlaydi? Owner operator agar yukini tugatib bo'lib, o'zini uyiga ketayotgan bo'lsa, yokida truck stopga ketayotgan bo'lsa, o'zini ishi bilan, ya'ni kompaniyaning ishi bilan emas, o'zini ishi bilan qayerqadir ketayotganda accident bo'lsa, kompaniyaning insurance ishga tushmaydi. Non-tracking liability insurance ishga tushadi. Shunaqa paytda zararni qoplab beradi. Keyingi ikkitasi Umbrella Access bilan Occupational Accident Insurance'lar. Umbrella Access qachon ishlaydi? Har bitta insurance turida accident yoki bironta event bo'lgandan keyin limiti bo'ladi. To есть bitta accident uchun deylik, insurance kompaniya 100 ming ajratadi. 100 mingdan u yog'ini insurance kompaniya qoplab bermaydi. Deylik, accident bo'ldi, yetkazilgan zarar $120,000 deb hisoblandi. 100 mingini insurance kompaniya qoplab beradi, 20 mingini carrier kompaniyani o'zi qoplaydi. Yokida o'sha general liability'da ham bino yonib ketdi. Yonib ketganda deylik, insurance kompaniya $1 million faqat qoplab beradi. 1,2 million bo'lib ketsa zarar, 200 mingini kompaniyani o'zi qoplaydi. Endi shunaqa holat bo'lsa, 200 mingni kompaniya o'zi qoplay olmaydi. Ya'ni to'lamoqchi emas, uni ham insuransga biriktirmoqchi. Shunaqa holatda nima bo'ladi deyilsa, mana bu Umbrella Access Insurance ishga tushadi. Ya'ni carrier kompaniyaga qo'shimcha limit beriladi va o'sha limit Umbrella Access deyiladi. Uning uchun alohida pul olinadi. Keyingisi Occupational Accident Insurance. Occupational Accident qachon ishga tushadi? Deylik, yuk olindi, owner operator olingan va yukda driver assist bor. Driver assist qilindida, driver yuklayotganda, yuk tushirayotganida qo'lini oyog'ini sindirib oldi. Shunaqa paytda ham agar insurance qoplab berishni xohlansa, occupational accident, ya'ni o'sha independent, mana bu yozib qo'yilgan, independent kontraktorlarga yetkazilgan zararni qoplab beradigan insurance bu occupational accident insurance hisoblanadi. Bu mana bu Umbrella Access, Occupational Accident insurancelarni kompaniyalar sotib olmaydi. Nimaga deyilsa, o'sha aytgandek skor tushib ketadi. Agar har xil holatda ham, hamma holatda ham insurancedan pul olinadigan bo'lsa, skor tushib ketadi. Kompaniyani riski skori tushib ketib qolgani uchun, ko'tarilib ketganligi uchun insurance qimmatlashadi. Shuning uchun ham bunaqa paytlarda kompaniya harakat qiladi o'zi qoplashga. Xo'p, insurance turlari to'g'risida gaplashib chiqildi. Endi ozgina farqlab olishinglar uchun, tezroq miyada qolishligi uchun sal bitta blokga qo'yib ketganman, farqini tushuntirish uchun. Xo'p, auto liability qachon ishlaydi? Qachonki kompaniya boshqa birovga zarar yetkazsa, o'sha yetkazilgan zararni qoplash uchun auto liability ishlatiladi.
Cargo insurance qilinayotgan yukka yetkazilgan zararni qoplab beradi. Physical damage bo'lsa, accident bo'lganda carrier kompaniyani o'zini propertysiga yetkazilgan zararni qoplab beradi. Bu tablitsani agar o'qib chiqadigan bo'lsanglar, real tracking situations, insuranslar qanaqa holatlarda qaysi bir ishga tushishini ko'rsatib o'tilgan. Bu to'g'risida videoda gapirib o'tirmayman. Kimga qiziq bo'lsa, kirib o'qib chiqsanglar bo'ladi mana shu statyalarni yokida mana videoni mana shu joyda pauza qilsanglar ko'rib olsanglar bo'ladi. Endi mana bu yoqda уже calculation'lari bor, vaziyatlarni hammasini kalkulyatsiyalari bor. Videoni pauza qilib ko'rsanglar bo'ladi yokida saytimizga kirib o'qib chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, endi keyingi anaqaga o'tadigan bo'lsak, keyingi mavzuga o'tadigan bo'lsak, sizlar bilan Certificate of Liability Insurance to'g'risida gaplashamiz. COI o'zi nima? Har bitta kompaniya insurance bilan kontrakt tuzganda insurance policy tuziladi va o'sha insurance policyni qisqagina ma'lumot berib o'tilgan sertifikati bu narsa qachon ishlatiladi? Brokerlar bilan kontrakt tuzayotganda, setup package qilinayotganda tuziladi. Asosan o'shanda kerak bo'ladi. Chunki bu yoqda policy haqida qisqagina ma'lumotlar, o'sha insurance qanaqa holatlarda qoplab beradi, qancha summagacha bo'lgan zararni qoplab beradi, mana shu hammasi ko'rsatilgan. Brokerlar mana shu narsani shuning uchun ham talab qiladi. Bu narsani ko'pchilik biladi nimaligini, lekin shundoq bo'lsa ham gapirib o'taman, chunki hamma ham bu narsani o'qishi va buni o'qiganda qatiga qanaqa e'tibor berishni bilmaydi. O'sha uchun ozgina ma'lumot berib o'taman. Boshida mana producer va insurance kompaniyalar to'g'risida ma'lumot. Producer bu o'sha insurance kompaniyani ma'lumotlari, kontaktni danlilari. Men bu yerda ma'lumotlarni o'chirganman, chunki bu sertifikat bizani o'zimizning kompaniyaga tegishli. Shuning uchun ham o'chirib qo'yganman. Insurance bu yoqda o'sha carrier kompaniyani nomi yoziladi, uni danlilari. Mana bu yoqda ko'rayotgan bo'lsanglar, insurer A, insurer B, insurer C qilib yana ma'lumot berib o'tilgan. Bular nima deyilsa, har xil insurance turlariga qarab turib, har xil kompaniya bilan ishlasa bo'ladi. Va o'sha kompaniyalar nomi har bittasi shu yoqqa yozib ketiladi. Xo'p, pastroqqa tushadigan bo'lsak, уже insurance turlari haqida ma'lumot berilgan. Mana ko'rsanglar 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta kolonna qo'yib ketilgan. Har bitta kolonnada har xil ma'lumot. Bularni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, birinchi kolonnada insurance turlari haqida ma'lumot. Ikkinchi kolonna o'sha insurance turlariga biriktirilgan policy numberlar va o'sha policy numberlarning aktiv muddati, ya'ni qaysi datadan qaysi datagacha ishlashi. Ko'pincha 1 yilga beriladi. Mana bizning kompaniyada ko'rsanglar 25-yili 19-dekabrda kontrakt tuzilgan bo'lsa, 26-yil 19-dekabrgacha bu narsa aktivniy bo'ladi. Keyingisi limitlar haqida ma'lumot berib ketilgan. Hozir bularni ham tushuntirib o'taman. Xo'p, birinchisi boshlaydigan bo'lsak, commercial general liability. Bu o'sha aytib o'tgandek, general liability kompaniyani propertysi, ya'ni binosida zarar yetsa o'shandagina ishlaydi. Va bu yoqda kontrakt bo'yicha qachon ishlanishi, qanaqa shartda ishlanishi yozib o'tiladi. Ikkita sharti bor, claims made yokida occurrence. Yoki unisida yoki bunisida ishlashi kontrakt tuzayotganda belgilab ketiladi. Bizanikida occurrence belgilangan, ikkalasini ham tushuntirib o'taman. Claims made dan boshlaysiz. Claims made qachon ishlaydi? Deylik, binoga zarar yetdi va zarar yetgan zahoti siz claim topshirasiz. O'sha claimda mana binoga mana shunaqa zarar yetdi, sabablari bu bo'ldi, misol yong'in chiqdi, baxtsiz hodisa edi, zarar manimcha bo'ldi, mana shuni qoplab berishingni so'rayman deysizlar. Ana o'sha claimni yuborganinglardan keyingina insurance ishga tushadi. Endi buni sharti bor. O'zi ikkalasida ham claim yuborilgandan keyin ishga tushadi, lekin sharti qanaqa deyilsa, farqi qanaqa deyilsa, claims made deylik bizani insurance 19-dekabrgacha ishlaydi. Va shunaqa holat bo'ldi, 17-dekabrda deylik pojar chiqdi. Uni o'sha pojarni chiqqan zahoti claim yuboriladi. 17-dekabrda chiqsa, 18-da deylik yuboriladi va claimga qaraladi. Qachon keldi? Kelgan datasi mana bu policy aktivniy bo'lgan datani ichidami yoki yo'qmi? Ana o'shanga qaraladi. Agarda kelgan datasi mana shu policy aktiv bo'ladigan datani orasida bo'lsa, shundagina carrier insurance qoplab beradi. Agarda yo'q, men buni 20-chida yuborsam, claimni deylik 20-dekabrda yuborsam, unda o'sha insurance bu narsani qoplab bermaydi. Nimaga? Chunki shartga ko'ra biz claims made da ishlayapmiz.
Unaqa payt qoplab bermaydi. Bunisi arzonroq bo'ladi. Bunaqa insurance occurrence bo'yicha hech narsa ko'proq pul to'lanadi. Chunki endi yana o'sha holat 17 dekabrda yong'in chiqsa-yu, men o'zimni ishlarim bilan bo'lib, u yong'inni o'chirish, boshqasiga vaqt ketadi-da va men uni 20 yoki 25 dekabrda deylik claim qildim. 25 dekabrda claimni yubordim. Insurance kompaniya qariydi. Endi biz уже occurrence bo'yicha ishlayotganligimiz uchun bizani insurance policy'miz aktiv bo'lgan dataga qaraladi. Demak 19-gacha aktiv, 17-da hodisa bo'ldi. Bo'ldi. Aktivniy periodni ichida bo'lgan bo'lsa qoplab beradi. Men даже 1 yildan keyin claim yozsam ham bo'ladi. Datasi insurance aktiv bo'lgan datani ichida bo'lsa, insurance kompaniya buni qoplab beraveradi. Bu narsa qimmatroq bo'ladi, zato o'sha claimga qarab emas, qachon claim qilinsa ham insurance policy'ni periodida bo'lsa, aktivniy periodida bo'lsa bo'ldi, qoplab beraveradi. Limitlariga keladigan bo'lsak, each occurrence, har bitta occurrence uchun $1 million limit qo'yadi. Ya'ni agarda pojar chiqsa va yetkazilgan zarar deylik 1.200.000 deb hisoblansa, insurance kompaniya faqatgina 1 millionni qoplab beradi, 200.000 ni carrier o'zi qoplab oladi. Ya'ni limiti bor, shunaqa o'shandan boshqasini qoplab bermaydi. Keyingisi damage to the rented premises. Agar mani property'imda qanaqadir rentga olingan boshqacha assetlar bo'lsa, deylik rental trailermi yoki оборудование olib kelingan rentga bo'lsa, o'shalarga zarar yetsa, insurance kompaniya uni ham qoplab beradi-yu, lekin 50.000 gacha bo'lganini 51.000 bo'lsa $1.000 ni o'z kompaniyani o'z yonidan qoplaydi. Keyingisi o'sha medical, bu yerda o'sha odamlarga zarar yetsa va o'sha yetkazilgan zarar any one person, ya'ni har bitta odam uchun $5.000. 5.000 dan u yog'ini qoplab bermaydi. Keyingisi general aggregate. General aggregate nima? Deylik mana shu policy aktiv muddati 1 yil bo'lsa, shu 1 yil ichida bor yo'g'i 2 million limit qo'ygan. Ya'ni agar 2 marta pojar bo'lsa, deylik bitta pojarda yetkazilgan zarar 800.000, keyingisida 1.300.000 bo'ladigan bo'lsa, carrier kompaniya birinchisida 800.000 qilgani qoplab berdi 800.000 ni. Endi agregatimiz 1.200.000 qoldi bor yo'g'i. Keyingi pojar уже 1.500.000 bo'lsa zarari, 300.000 ni kompaniya o'zini yonidan qoplaydi. Faqatgina 1.200.000 ni qoplab beradi xolos. Unda ham manba limitga ko'ra faqatgina 1 millionni qoplab beradi. Bu yerda уже получается 500.000 ni kompaniya o'zini yonidan qoplaydi. Bunaqa holatda. Shu agregatni ham tushuntirdim. Keyingisi mana auto liability'ni уже shartlariga o'tamiz. Ko'rsanglar belgilab qo'yilgan scheduled autos. Bu nima degani? Bu degani, men insurance policy'imga nechta trak kirgizgan bo'lsam, faqatgina o'sha trakdan kelgan zarar qoplanadi. Deylik, meni 10 ta traktim bor, 9 tasini kiritib, bittasini kirgizmaganman va o'sha bittasi avariya bo'ldi. Unaqa holatda carrier kompaniya, to есть insurance kompaniya qoplab bermaydi agarda men insurance policy'ga o'sha trakka kirgizmagan bo'lsam. Kirgizgan bo'lsam qoplab beradi. Any auto yoki allowed auto, hired autolar bo'lsa, any auto kirgizgan bo'lsam bo'lmasam qoplab beradi. Allowed autos faqatgina ruxsat berganlari, deylik 10 ta trakdan 8 tasiga ruxsat bergan, qolganini qoplab bermaydi. 2 tasi ruxsat bermagan. Faqatgina 8 tasi yetkazgan zararni qoplab beradi. Hired auto, non-owned autolar ham o'sha o'zining nomidan hire qilingan yoki own qilinmagan auto, bu o'sha ownerlarniki tipi, owner operatorlarniki. Bu belgilanmagan, faqatgina scheduled auto belgilangan. Bu nimaga qilinadi? Yana o'sha sabab insurance score. Har bitta avtomobil o'sha auto uchun qilinadigan bo'lsa, score tez ko'tarilib ketadi. Shuning uchun faqatgina scheduled auto uchun qilinadi. Bu ham o'sha muddatlari, policy numberlari, limitiga. Limitida ham ko'rayotgan bo'lsanglar, har xil bo'lib tashlangan. Buni ham tushuntirib o'taman. Combined single limit bizanikida shu belgilangan. Bundan oldin davay boshqalarni tushuntirib beraman. Bodily injury per person, deylik accidentda kimgadir zarar yetdi, har bitta odam uchun necha ming dollar limit qo'yadi. Ya'ni accidentda siz ikkita odamga zarar yetkazgan bo'lsangiz, deylik mashinani urib olsangiz, ichida ikkita odam bor edi, ular bansiga tushdi. Zararni qoplab beradi insurance kompaniya. Har bittasi uchun qanchadir limit qo'yadi. Deylik 5.000 qo'ysa, har bittasi uchun 5.000 dan beradi xolos.
deylik zarar bittasiga 7 ming, ikkinchisiga 8 ming chiqqan bo'lsa, orada yana 5 ming chiqyaptimi, 5 mingni carrier'ni o'zi qoplab beradi. Insurance faqatgina 10 ming beradi xolos. Bodily injury per accident. Ya'ni bitta accident uchun odamlarga yetkazilgan zarar deylik $20,000. 20 mingni qoplab beradi xolos. Deylik siz bitta accidentda mashina urib yuborildi, ichida 4 ta odam bor edi. Har bittasi uchun deylik 6 mingdan meditsinskiy zarar chiqdi. 6 mingdan 24 ming bo'lyapti. Inshuransingiz bor yo'g'i 20 ming beradi. 4 mingni kompaniya o'zini yonidan qoplaydi. Buni ba'zida agar company driver bo'lsa, kompaniyalar driverdan yechib oladi bu narsani. Xo'p. Keyingisi property damage per accident. Trakingiz borib boshqa bitta zdaniyani urib yubordi o'sha bitta accidentga necha mingdir limit qo'yiladi. 50 ming qo'yiladi misol uchun. 50 mingdan u yog'ini insurance qoplamaydi, faqat carrier qoplaydi u yog'ini. Bu ham tushunarli bo'ldi. Endi bizani holatda mana combined single limit each accident. Ya'ni bitta combine qilgan, mana shu hamma holatda ham 100 ming, $1 million limit qo'yilgan. То есть qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar 1 milliongacha bo'lgan zararni insurance kompaniya qoplab beradi. Har bitta accident uchun. Ya'ni bitta accidentda 1 million, ikkinchisida yana 1 million. Bitta 1 million 1 yilga emas. Har bitta accident uchun. Hop, keyingilari umbrella liability, access liability. O'sha umbrellalarni o'zi tushuntirib o'tdim. Bizada bu insurancelar olinmagan. O'sha aytganimdek kompaniyalar ko'p bularni olmaydi, o'zini yonidan qoplaydi. Nimaga deyilsa, o'sha aytilgandek insurance qancha ko'p pul tiksa kompaniyaga, shuncha ko'p qilib qaytarib oladi. То есть insurance narxi oshib ketib qoladi va skor ham ko'tarilgan hisobiga yuklab olish ham qiyinlashib qoladi. Shuning uchun ham bularni ko'p kompaniyalar ishlatmaydi. Xo'p, keyingisi motor truck cargo, o'sha cargo insurance va trailer interchange. Bularni ham limitlar to'g'risida gaplashamiz. Motor truck cargoga mana $1000, $100,000 limit qo'ygan. Ya'ni har bitta accidentda kargoga, yukka zarar yetadigan bo'lsa, 100 minggacha bo'lganini insurance qoplab beradi. 100 mingdan u yog'ini carrier kompaniya o'zi qoplaydi. Endi deductible bor. Deductible $2,5 ming qilib ko'rsatilgan. Deductible nima deyilsa, carrier kompaniya o'zini yonidan qoplab beradigan summasi. Deylik, accident bo'ldi, yukka zarar yetdi. Yuk $80 ming yuk edi, uni 50% ga zarar yetdi deyiladigan bo'lsa, $40 ming insurance kompaniya qoplab berishi kerak. Lekin deductible 2,5 ming deb ko'rsatilgan. Bu degani insurance 37,500 ni qoplab beradi, 2,5 mingni carrier kompaniyani o'zi yonidan to'laydi. Endi shu holatda kommentariyda yana so'rashganida deductible nima va driver qachon charge bo'ladi. Endi kompaniya driver bilan kontrakt tuzilganiga qarab turib, ba'zi carrier kompaniyalar $2,5 ming deductible'ni agar driver aybi bo'ladigan bo'lsa va bu isbotlansa, deylik driver telefon o'ynab ketayotganda avariya bo'ldi, zarar yetdi. O'sha paytda driver o'zini aybi bilan bo'lganligi uchun carrier kompaniya driver bilan tuzilgan kontraktga qarab turib, deductible'ni driver o'zidan yechib oladi. Mana shunaqa holatlarda driver charge bo'ladi. Keyingisi mana trailer interchange. Trailer interchange ham limiti 50 ming har bitta trailer uchun. Deductible 2,5 ming. Bunda ham shu aytib o'tgandek 2,5 ming carrierni o'zidan olib qolinadigan summa. Keyingisi bu уже nechta vehicles borligi, to есть insurance policyga truck kirgizib qo'yilgan, boyagi schedule autosi. Bitta truck kirgizilgan bo'lsa, o'sha bitta truck yetkazgan zararni qoplab beradi. Undan keyingisi o'sha certificate holder. Certificate holder bu kim? Bu broker yoki shipper yoki customer. O'sha kimga siz bu sertifikatni berayotgan bo'lsangiz, o'sha sertifikatni hold qilayotgan odamni o'sha kompaniyaning nomi yoziladi. Deylik, brokerga JB Huntga berilsa, JB Huntga danlilar yozib qo'yiladi va qo'l qo'yayotgan dispetcher, ya'ni dispetcherni qo'li, podpisi. Mana shu narsa. Xo'p, buni qisqacha tushuntirib o'tdim. Qatlarga e'tibor berish kerak. Har bitta damni yozilayotgan joyga, ya'ni kompaniyaning nomlari, insurance kompaniya, carrier kompaniya yoki broker kompaniyaning nomlari yozilayotgan joyga e'tiborli bo'lish kerak kontrakt tuzilayotganda va limitlar qanchaligi endi bunisini brokerlar ko'radi. Brokerlar shu joyga e'tiborli bo'ladi. Brokerlarning o'zini talabi bor. Har bitta broker deylik, carrier package tuzayotganda sani insurance mana bu holatda maminchadan kam limit beradigan bo'lsa, men sen bilan ishlamayman degan sharti bor. Mana shu narsa yuk olishda
qo'llaniladi. Shunga qarab yuk olish oson yoki qiyinligi belgilanadi. Mana shu bu Certificate of Liability edi. Endi oxirida tushuntirib o'tmoqchiman, nima uchun Amerikada bu inshuranslarni turlari ko'paytirib tashalgan. Hammasi limitga borib taqaladi. O'sha boya aytganimdek, har bitta holat uchun har xil summada limit ajratiladi. Endi tasavvur qiling, bor yo'g'i bitta inshurans turi bor edi va aksident bo'ldi. Aksidentda boshqa birovni trakiga zarar yetdi, boshqa birovni o'sha mashinasiga yoki zarar yetdi. O'zingizni carrier kompaniyani o'zini trakiga zarar yetdi. Treyler rentga olganida unga ham zarar yetdi. Ichida yuk bor edi, yukiga ham zarar yetdi va deylik yo'lni dabdalasida znaklarni ag'darib tashlab, daraxtlarni ag'darib tashladi. Ularga ham zarar yetdi. Mana shu hammasini qoplash kerak. Inshurans atigi bitta limit berdi. Deylik 500 minggacha limit qo'ygan. Mana bu hammasiga yetkazilgan zarar 600 ming yoki 700 ming bo'lib ketyapti. Shunaqa holatda nima bo'ladi? 500 mingdan u yog'ini carrier kompaniyani o'zi qoplash kerak bo'ladi. Mana shunaqa holatlar uchun ham insuranslari turi bo'lib tashalgan. Men o'ylayman, mavzuni o'zim qo'limdan kelgancha sizlarga tushunarli qilib yoritib berdim. Sizlarga yoqqan bo'lgan bo'lsa, поддержка qilib yuborasizlar. Kommentariy, layk, podpiskani bosib qo'ysanglar va menga Instagram, Telegramlarda podpiska bo'lsanglar, men sizlar bilan logistika olamidagi yangiliklardan va shunga o'xshagan qiziqarli ma'lumotlar bilan bo'lishib turaman. Undan tashqari, meni Telegram kanalimga obuna bo'lsanglar, logistikadagi bo'sh vakansiyalarni har kuni e'lon qilib boraman. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.